Eng dahshatlisi shundaki, bu qismda hech kim baland ovozda xiyonat qilmadi, hech kim ochiqchasiga urush boshlamadi, lekin deyarli hamma bir-birini ichidan satdi. Eng og'ir zarba ham aynan shunda bo'ldi. Kimdir sukut bilan, kimdir mehr niqobi bilan, kimdir esa sabr ortiga yashiringan nafrati bilan o'z haqiqiy yuzini ko'rsatdi. Shu sabab bu qism oddiy voqealar ketma-ketligi emas, balki ko'rinmayotgan jangning eng xavfli bosqichi bo'ldi. Ayniqsa, motam bilan boshlangan muhit butun qismga o'sha sovuq soyani tashladi. Bu uyda bir insonning ketishi faqat yo'qotish emas, muvozanatning buzilishi bo'ldi. Chunki marhuma tirikligida kimning asl niyati qandayligini ichidan sezib yurgani, hatto o'zining oxirgi safariga kerak bo'ladigan narsalarni oldindan tayyorlab qo'ygani juda katta ishora edi. Bu ayol o'limni kutmagan bo'lishi mumkin, lekin u bu xonadonda mehrdan ko'ra hisob ko'proq ekanini ancha oldin tushungan. Eng og'riqli nuqta ham shu yerda. U ketdi, lekin uning yo'qligi bilan birga uy ichidagi niqoblar ham yechila boshladi. Zulfiyaning holati bu qismning yuragi bo'ldi. U baland gapirmadi, janjal ko'tarmadi, lekin uning sinishi juda aniq ko'rindi. U bu uyda uni tushunadigan, yonini oladigan yagona odam ketganini aytganda, aslida u nafaqat qayg'uni, balki tiriklayin yolg'izlik hukmini tan oldi. Eng kuchlisi, u o'zini bu xonadonda ortiqcha odam deb his qildi. Bu oddiy ranjish emas, bu ayolning ichida anchadan beri yig'ilib kelgan, ammo aytolmagan haqiqatning og'izga chiqishi edi. Rustamning sukuti esa bundan ham dahshatliroq ko'rindi. Ba'zan erkakning qichqirig'idan ko'ra jimligi ko'proq sotadi. U qizini yo'qotishdan qo'rqdi, lekin Zulfiyani yo'qotayotganini his qilsa ham to'xtatmadi. Mana shu lahza uning muhabbatidan ko'ra ojizligi kattaroq ekanini ko'rsatdi. Zulfiyaning ketishga qaror qilishi shunchaki xafa bo'lib chiqib ketish emas, o'z sha'nini oxirgi marta saqlab qolish edi. U yana bir haqiqatni ham ichida olib ketdi. U ona bo'lish arafasida turibdi va shu holatda ham o'z bolasidan voz kechmadi. Demak, endi u faqat o'zi uchun emas, qornidagi farzandi uchun ham kurashadi. Ana shu nuqta kelajakdagi to'qnashuvlarning eng katta markaziga aylanadi. Bu qismdagi eng xavfli chiziqlardan biri meros va uy ichidagi kuch taqsimoti bilan bog'liq bo'ldi. Marhumaning ortidan ko'z yoshi to'kilayotgan mahalda yo'q, ayrim qalblarda hisob-kitob ishlab boshlagani sezildi. Eng mayda, lekin eng vahimali detal shuki, ba'zi odamlar bu yo'qotishni fojiadan ko'ra qulay vaziyat sifatida ko'ra boshlashdi. Ayniqsa, urush qurbonlarsiz bo'lmaydi degan kayfiyat bilan gapirilgan fikrlar bu yerda endi hech narsa muqaddas emasligini ko'rsatdi. Rahm shafaqatdan voz kechish, merosga egalik qilish uchun ko'ngilni qotirish, hatto o'z yaqinining o'limini ham ichida siyosiy ustunlikka aylantirish bu juda katta ma'naviy qulash. Bu yerda eng ko'p e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa Sevarning ichki holati. U hali to'liq yomonlashib ulgurmadi. Unda rahm ham bor, lekin uning atrofidagi zaharli ta'sirlar uni asta-sekin qotiryapti. Bugun vijdoni qiynaldi, ertaga esa o'sha vijdonni tirik qoldira oladimi? Mana asosiy savol. Nazokat bilan bog'liq voqealar esa qismning eng murakkab psixologik qatlamini ochdi. U uzoq vaqt tomoshabin ko'zida xavflik, hisobchi, faqat o'z foydasini o'ylaydigan ayol sifatida ko'ringan edi. Lekin bu safar u hammani hayratda qoldirdi. U va'dasini bajardi. Hujjatni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirdi. Hatto keyin kelishi mumkin bo'lgan inkorni ham oldindan yopib qo'ydi. Eng qiziq tomoni, bu saxiylik mehrdan emas, strategiyadan tug'ilganini sezish qiyin emas. U hech narsani bejiz bermaydi. U bir uyni berib, bundan ancha kattaroq narsani qo'lga kiritgan ayolga o'xshaydi. Manzuraning quvonchi tabiiy, hatto achinarli darajada samimiy edi. Chunki u bu uyga oddiy mulk deb emas, yillar davomida yutib kelgan haqoratining javobi deb qaradi. U o'zini aldaganda emas, nihoyat haqqini olib turganday his qildi. Onasining avvalgi shubhalari ham bekorga emas edi, lekin u ham oxiri yumshadi. Nega? Chunki kambag'al va sindirilgan odamga huquqiy kafolat qog'ozda ko'rinib turgan paytda yurak ko'pincha ehtiyotkorlikni yutqizadi. Ammo bu yerda bir juda nozik ishora bor. Nazokat yana bitta muammo qoldi degan ma'noda yo'l-yo'lakay tashlab ketdi. Demak, uning rejasining bir qismi bitdi, lekin asosiy portlash hali oldinda.
Manzuraning ichki dunyosi ham juda qiziq ochildi. U bir tomondan jabrdiyda haqqini talab qilayotgan ayol, ikkinchi tomondan esa u ham sistemani o'rgandi. O'sha sistemaning ichida omon qolish uchun ayyorlikni qabul qildi. U uzugini berdi, ma'lumot berdi, evaziga uy oldi. Bu yerda muhabbat ham yo'q, ishonch ham yo'q, faqat ayollar orasidagi sovuq savdo bor. Lekin aynan shu savdo keyingi qismlarda erkaklar hukmron deb ko'ringan bu dunyoni larzaga keltirishi mumkin. Chunki erkaklar ko'pincha stol ustidagi hujjatni ko'radi, ayollar esa odamning eng yashirin zaif joyini. Manzura bu safar faqat bir uyni emas, o'zida yo'qolib borayotgan qadriyatning hissini qayta tiklab kelganday bo'ldi. Lekin uning endi o'zim uchun yashayman degan ruhiy burilishi juda muhim. Bu ayol endi avvalgiday qo'nuvchi emas, demak u bundan keyin yanada dadilroq talab qiladi. Bir uy bilan to'xtab qolmaydi. Uy ichidagi boshqa chiziq esa Nozimaning homiladorlikni qanday qurolga aylantirayotganidir. Ha, uning holati og'ir, ko'ngli ayniyapti, boshi aylanmoqda. Bu tabiiy, lekin u ayni paytda vaziyatni o'qib oldi. Bu uyda endi hamma uning istagiga inobatga olishga majbur. Eng mayda detal qulupnay masalasi. Tashqaridan qaraganda bu oddiy injiqlikdek ko'rinadi. Aslida bu uyda kuch markazi qayerga og'iyotganini ko'rsatadigan belgidir. U eriga aytadi, buyurtma keladi, qaynonaning alamini qo'zg'atadi, lekin baribir Nozima ichida g'alaba hissini tuyadi. Bu juda xavfli psixologik o'zgarish, chunki inson bir marta boshqalarni o'z ehtiyoji atrofida aylantira olishini his qilsa, keyin bu odatga aylanadi. Nozima endi nafaqat himoyaga muhtoj kelin, balki sekin-sekin hammani o'ziga xizmat qildirishni o'rganayotgan ayolga aylanmoqda. Qaynonaning gaplari esa zaharli bo'lsa ham, u yerdagi qo'rquv rost. O'g'il uzoqlashyapti, uy moliyaviy inqirozda. Kelin esa bu inqirozni his qilsa ham o'z qulayligini birinchi o'ringa qo'yyapti. Demak, bu uyda kelajakda pul, homila, mehr va hukmronlik bir-biriga aralashib ketadi. Erkaklar chizig'ida esa jim portlash bo'ldi. Biznes qulayapti. Eski usullar endi ishlamayapti. Uy sotilishi mumkin, mashina sotilishi mumkin. Demak, oilaning tashqi dabdabasi ichidan chiriyotgan edi. Bu tanazzul nafaqat iqtisodiy darajada, balki axloqiy darajada ham sezildi. Chunki erkak oila uchun jon kuydirayotganini aytadi, lekin kechagi qarorlarning gunohi bugun eshigiga kelib uryapti. Eng qizig'i shu fonda yangi loyiha, reklama, blogerlar, savdo boshlanishi kabi tashqi muvaffaqiyat tasviri beriladi. Bu esa serialning juda kuchli kontrasti. Bir tomonda oilalar parchalanmoqda, ikkinchi tomonda biznes jilmayib turibdi. Ammo qism oxiridagi topilma hammasini o'zgartirdi. Afzal o'z ko'zlari bilan, o'z fikri, o'z loyihasi begona qo'lda reklama qilinayotganini ko'rdi. Bu oddiy plagiat emas, bu obro', mehnat va kelajak ustidan bosib o'tishdir. Sodiq Turg'unovich bilan bo'ladigan uchrashuv esa endi hamkorlik suhbatidan ko'ra hisob-kitob maydoniga o'xshaydi. Bu yerda men eng ko'p e'tibor bergan detal uni chaqirishdan oldin vaziyat allaqachon tayyorlab qo'yilgani. Demak, buni tasodif deb bo'lmaydi. Kimdir uni atay chetga surdi, kimdir uning g'oyasini o'zlashtirdi, kimdir endi undan kelishuv nomi bilan rozilik olmoqchi. Zarina chizig'i esa qismdagi eng yoriq, lekin bejiz kiritilmagan nuqta bo'ldi. U baland natija oldi. Oldida grant, o'qish, mehnat bilan onasini yengillashtirish orzusi turibdi. Bu oddiy quvonch sahnasi emas. Bu serialning axloqiy o'qi. Bir tomonda meros uchun sovuqlashgan qalblar, boshqasida esa mehnat bilan yo'l ochayotgan qiz. Zarina kelajakning boshqa modelini ko'rsatdi. Talab qilish bilan emas, o'qish va sabr bilan ko'tarilish mumkinligini. Shuning uchun menimcha, u keyingi qismlarda faqat fon qahramoni bo'lib qolmaydi. U kimgadir umid, kimgadir hasad, kimgadir esa qutulish yo'liga aylanadi. Endi eng kuchli taxminlarga keladigan bo'lsak, keyingi qismlarda birinchi katta portlash Zulfiyaning homilasi bilan bog'liq bo'ladi. Hozircha bu sir uning ichida alam bilan birga yuribdi, lekin bu sir uzoq yashamaydi. Rustam bu haqiqatni bilgan zahoti kechikib qolganini tushunadi. U o'sha lahzada qizi bilan xotini emas, o'z vijdoni bilan yuzma-yuz qoladi. Ammo menimcha, bu tushunish darrov jasoratga aylanmaydi. Rustam bir muddat yana sustlik qiladi. Aynan shu kechikish Zulfiyani undan yanada uzoqlashtiradi.
Hatto shunday bo'lishi mumkinki, Zulfiyani endi bu uyga qaytaradigan narsa sevgi emas, faqat bola taqdiri bo'lib qoladi. O'sha paytda munosabat saqlanib qolsa ham, u avvalgi sof tuyg'u emas, jarohat ustiga qurilgan majburiy aloqaga aylanadi. Ikkinchi portlash nazokatning kelishuviga borib taqaladi. U hozir bir uyni berib, o'zini go'yoki odil ayol qilib ko'rsatdi. Lekin menimcha, bu uning kattaroq yurishining birinchi qadami. U qo'lidagi ma'lumotlardan hali to'liq foydalanmadi. Qachonki qarshi tomon unga qayta bosim o'tkazsa, u hujjat bilan emas, sir bilan zarba beradi. Eng xavflisi, bu sirlar oilani faqat moliyali emas, nomus va obro' tomondan ham chilparchin qilishi mumkin. Manzura hozir o'zini g'olib his qilyapti, lekin u bilmaydi, nazokat bilan bitim qilgan odam hech qachon mutlaqo erkin bo'lib ketmaydi. U bir eshikdan chiqaman deb o'ylaydi, lekin boshqa eshikdan yana nazokatning o'yiniga kirib qoladi. Uchinchi katta to'qnashuv meros ustida bo'ladi. Sevar hozircha ichida ikkilanmoqda, ammo uni rahmsizlikka undayotgan odamlar tinch qo'ymaydi. Marhumaning o'limidan keyin uy ichidagi huquq, mulk, mavqel masalalari ochiq maydonga chiqadi. Menimcha bu kurashda so'zlar yanada og'irlashadi, ayblovlar ko'payadi, hatto ilgari yashirilgan eski gunohlar ham birma-bir ko'tariladi. Eng yomoni, bu uyda kimdir haq uchun emas, ustunlik uchun kurashyapti. Shuning uchun kelajakda adolat emas, eng sovuqqon odam birinchi davrada yutadi. 4-chi zarba biznes tomondan keladi. Afzalning loyihasi o'g'irlangani tasodif bo'lmasa, demak bu allaqachon rejalashtirilgan xiyonat. Menimcha uchrashuvda unga sheriklik emas, bo'ysunish taklif qilinadi. Agar u rad etsa, yanada katta siquv boshlanadi. Agar rozi bo'lsa, o'z nomidan ayriladi. Bu chiziq oilaviy mojaro bilan ham tutashishi mumkin. Chunki pul qulagan joyda munosabatlar ham uzoq turmaydi. Uy sotilishi haqidagi gaplar bekorga tashlanmadi. Tez orada bu uy haqiqatan ham savdo mavzusiga chiqadi va shunda ko'p yillik dabdaba ortidagi zaiflik butunlay fosh bo'ladi. 5-chi va eng nozik taxmin Nozima bilan bog'liq. Hozir u homiladorlik ortiga yashirinib, uy ichida mayda g'alabalar qozonyapti. Lekin bu qulaylik uzoq davom etmaydi. Qaynonaning alamli tili hali og'irroq zarbaga aylanadi. Esa ikki olov orasida qoladi. Menimcha bir payt kelib, Nozima erining moliyaviy ahvoli o'ylaganchalik mustahkam emasligini aniq his qiladi. O'sha kun uning haqiqiy fe'li ochiladi. U sabr qiladimi yoki yana otasining soyasiga qochadimi? Agar ikkinchisi bo'lsa, bu nikohda muhabbat emas, manfaat ustun bo'lgani aniq bo'lib qoladi. Shu qismning eng larzali xulosasi bitta. Bu hikoyada endi hech kim avvalgidek qolmaydi. Zulfiyaning ko'z yoshida ham qaror bor. Nazokatning saxovatida ham hisob bor. Nozimaning injiqligida ham hukmronlik bor, Rustamning sukutida ham gunoh bor. Sevarning yuragida esa hali o'lmagan vijdon bilan uyg'onayotgan hirs to'qnashyapti. Eng qo'rqinchlisi, keyingi qismda portlaydigan haqiqatlar tasodifan chiqmaydi. Bugun aytilmagan gaplar, bugun ichga yutilgan alamlar, bugun qilingan jim xiyonatlar ertaga birma-bir o'z egasini topadi. Va o'shanda kimdir uyini yo'qotadi, kimdir obro'sini, kimdir esa eng achinarlisi kech bo'lgandan keyin sevgisini yo'qotganini tushunadi. Shuning uchun bu qismdan keyin eng katta savol bitta bo'lib qolyapti. Hali kim kimdan qutulyapman deb o'ylayapti-yu, aslida o'zi halokat tomon yurib borayotganini anglamayapti.